Qora yo'l har doim sovuq bo'lardi, lekin o'sha tun u tirikdek nafas olayotgandek tuyuldi. Soat ropparosi 12. Oh bo'lganda tuman qalinlashib, eski bekat chirog'i bir marta milt etib ochdi va jimjitlik ichidan zang bosgan, oynalari qoraygan, raqami ochib ketgan so'nggi avtobus yiqilib paydo bo'ldi. Men shunchaki uyga tezroq yetib olishni xohlagandim. Shuning uchun ichimdagi galati qo'rquvni bosib, eshigi sekin ochilganida ichkariga qadam qo'ydim. Ammo oyoqlarim polga tekkani zahoti yuragim muzlab qoldi. Salon bombosh, o'rindiqlarda esa odamlar emas, xira soyalar o'tirardi. Ularning yuzlari yo'q, faqat ko'z o'rnida qora chuqurliklar bor edi. Avtobus harakatga tushdi. Derazalardan tashqarida esa tanish shahar emas, cheksiz qora yo'l oqib o'tayotgandek ko'rinar. Oynalarga qarasam, o'zimni ko'rmasdim, faqat orqamda tik turgan, qo'llari uzun, bo'yni egilgan konduktorning aksini ko'rardim. U pichirlab, "Chipta, oxirgi manzilgacha", dedi va menga sovuq qog'oz uzatdi. Unda sana bugungi emas, ertangi kun edi. Yuragim tez ura boshladi. Yonimdagi soyadan sekin ovoz chiqdi. "Bu avtobus faqat ertaga oladiganlarni olib yuradi", dedi u xuddi bu yerda bo'lish odatidek. Men tushmoqchi bo'ldim, lekin tugmalar ishlamasdi. Eshiklar yopiq, yo'l esa burilmasdan davom etardi. Birdan orqa tomondan bolakayning kulgisi eshitildi, lekin o'girilsam, faqat bosh o'rindiq, kulgi esa qulog'im ichida jaranglardi. Avtobus to'xtaganida har bekatda bir soya tushib qolardi va u tushgan zahoti tanasi tutun bo'lib erib ketardi. Devorlarda esa ularning ismlari va olim vaqti qizil rangda paydo bo'lardi. Oxiri mening ismim ham yozildi. Vaqt esa 17. Nafasim qisildi. Konduktor menga yaqinlashib, qulog'imga shivirladi. "Agar oxirgi bekatga yetmasdan uyg'onsang, yashaysan", dedi va chiroqlar birdan ochdi. Ko'zlarimni ochsam, men bekatda yotardim. Tong yorishayotgan edi. Hammasi tushdek tuyuldi. Ammo qo'limda o'sha chipta bor edi. Undagi sana bugun, vaqt esa 17. Yuragimni bosib, yugurib uyga qaytdim. Lekin kechasi soat 3dan 17 daqiqa o'tganda telefonim o'zi yoqilib ketdi. Ekranda noma'lum raqam, jimjitlik ichidan tanish pichir eshitildi. Keyingi safar, oxirgi bekat.